Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda sizga 2026-yilda halol aksiyalar bilan ishlashlik uchun, investitsiya yoki trading uchun eng kerakli bo'ladigan platformalarni, ya'ni bu brokerlarni sizlarga ko'rsatib, tushuntirib berish niyatim bor. Endi bu yerda har bittasidan ro'yxatdan o'tolmaymiz, chunki ro'yxatdan o'tishga o'rtacha 30-40 minutdan vaqt ketishligi mumkin har bitta platforma uchun. Eng kerakligi bo'yicha ro'yxatdan o'tishlikni oxirida videoda tushuntirib o'tib ketaman. Qanday qilib ro'yxatdan o'tishligingiz mumkin va xulosasini beraman albatta. Eng yaxshisi, eng tavsiya qiladiganlarim xulosasini beraman. Shu jihatdan aytmoqchimanki, 2026-yilda sizga kerakli bo'ladigan brokerni xudo xohlasa mana shu videoda to'g'risini topib olasiz va bunda bir nechta brokerlarni solishtirib, kim qayerda qaysi inson anaqa qilgan, unga asos solgan yoki qanaqa ishonchliligini bilib olishligingiz mumkin bo'ladi. Hammasini bitta joyda solishtirgan holatda. Xo'p, birinchi navbatda aytadigan bo'lsak, Interactive Brokers. Bu Amerika bozoridagi o'sha halol aksiyalarga nafaqat Amerika bozori, balki Yevropa bozori, kerak bo'lsa Xitoy bozoriga ham olib chiqa oladigan darajadagi eng yaxshi broker hisoblanadi. Mana birinchi darajadagi professional tradingni amalga oshiradigan Interactive Brokers hisoblanadi. Mana Stock Brokers aytaylik ma'lumotiga ko'ra. Va bu broker 170 ta bozorga, ya'ni birjaga olib chiqadi. 40 dan ortiq bo'lgan davlatda savdo qilishning imkoniyatini beradi. 29 ta pul, ya'ni valyutada siz investitsiya kiritishligingiz mumkin bo'ladi va savdo qilishligingiz mumkin bo'ladi. Va Interactive Brokers o'sha dunyodagi top, aytaylik, xalqaro brokerlarda top 3 taligiga kiradi desam adashmagan bo'laman. Bemalol O'zbekistondan ham foydalanishingiz mumkin. Bu brokerda o'zini ham o'sha birjada aksiyalari bor. Biz bu brokerdan 5 yildan beri foydalanib keladigan bo'lsak, man va bizni aytaylik jamoa, Nurinvest jamoasi, undan tashqari yuzlab, balki minglagan, mingga yaqin bizni o'quvchilarimiz, mijozlarimiz mana shu platformadan foydalanadi, ya'ni brokerdan. Va mana shuni man qo'rqmasdan boshqa brokerlarni ichida ham ayta olamanki, haqiqiy xalqaro darajadagi broker, hamma taraflama funksionalligi taraflama, pul kiritib chiqarishlik taraflama, hamma taraflama eng zo'r ishlaydigani mana shu broker hisoblanadi. Va sizni pullaringiz o'sha bu broker Finradan ro'yxatdan o'tgan. Shu sababdan o'sha sizni pullaringiz $500,000 himoyalangan bo'ladi, sug'urtalangan. Ya'ni bu broker aldab ketsa yoki bo'lmasa aytaylik bu broker bankrot bo'lsa, sizni pullaringiz o'sha himoyalangan bo'ladi. Va aytib o'tganimdek, bu brokerdan ro'yxatdan o'tishlik bo'yicha pastda havola berib o'tib ketaman. Ana shu havolaga kirsangiz, brokerdan ro'yxatdan o'tishlikni to'liq ko'rsatib berganmiz. Sababi aytib o'tdim, bu brokerda ro'yxatdan o'tishlik anchagina vaqt oladi. Endi nima uchun faqatgina mana shu Interactive Brokers chiqarib qo'ymadim? Buni avval ham ancha oldinroq ham chiqargandim, lekin savollar kelib tushdi boshladi. Nurmuhammad, bu brokerchi. Bu brokerni misol uchun ko'rdik, lekin mana bu brokerni ham solishtirib bering. Mana bu brokerni ko'rib bersangizchi, mana bu broker bo'yicha ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi degan savollar bo'lgani uchun bu video 2026-yilda halol aksiyalar bilan investitsiya trading qilish bo'yicha bor bo'lgan brokerlarni, O'zbekiston fuqarolari uchun bor bo'lgan brokerlarni gaplashib, aytaylik eng xulosalarimizni beradigan video. Keyingisi bu Musaffa brokeri. Bu broker emas, bu platforma desam bo'ladi. Musaffa bu endi halol aksiyalarga desam bo'ladi. Asoslangan mana shu halol aksiyalar yo'nalishida ishlaydigan platforma. Xo'p, bu yerda mana foydalanuvchilari 605 mingta, ya'ni 600 mingtadan ko'p foydalanuvchilari bor. Undan tashqari hozir ko'rsataman. Ancha pastroqqa tushamiz. Ya'ni halol trading platformasi Musaffa tomonidan taqdim etiladi, lekin savdolari Alpaca Securities tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni bu broker dealer emas, ya'ni broker emas, Alpaca Securities hisoblanadi. Alpaca Securities bo'lsa,
O'sha Amerikada albatta u ham ro'yxatdan o'tgan broker, ishonchli broker. Ya'ni shu tarafini ham inobatga olib aytib o'tib ketyapman. Ya'ni Musaffa broker dilerlikni qilmaydi. U shunchaki o'sha ustida turib beradigan aytaylik vazifani o'taydi. O'zbek tilida aytganda bu nima desam bo'ladi, bir vitrina ko'rinishida desak ham bo'ladi. Sodda qilib tushuntirishim uchun. Xo'p, trade'ga o'tadigan bo'lsak, hop bu yerda mana trade Musaffaga o'tadi. Ro'yxatdan o'tib, bu yerda ham foydalanishingiz mumkin va buni Musaffa kompaniyasini asoschilari desak ham bo'ladi. O'zbeklar, Dilshod aka, u inson bilan mana shu kanalimda suhbat o'tkazganmiz. U inson Amerikada yashaydi. Men Toshkentda turib podkast qilganmiz onlayn holatda. Uni bemalol ko'rishingiz mumkin YouTube kanalimga kirib. Va bu yerda hech qanday komissiyasiz savdo qilishligingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda bemalol o'sha kompaniyalarni aksiyalarida halolliklarini bemalol ko'rib, tekshirib savdo qilishligingiz mumkin. Keyingisi bu hissa ilovasi hisoblanadi. Bu platforma emas, endi ilova. Telefonga programma chiqarishgan. Mana shu programma aytaylik siz halol aksiyalar bilan ishlashligingiz uchun imkoniyat beradi. Buni bemalol ingliz tilida mana o'zbek tiliga tarjima qilib olishligimiz mumkin. Va bu yerda bemalol ko'rishligimiz mumkin. Endi buni asoschilari kim deydigan bo'lsak, hamma tanigan yoki ko'pchilik bilishligi mumkin. PayMe'ni bilasizlar. PayMe Clickbor'u PayMe'ni bilasizlar. Mana shu PayMe kompaniyasini asoschisi Sarvar aka, mana shu kompaniyani asoschisi bo'lgan va sobiq bosh direktor bo'lib, O'zbekistondagi eng katta fintech kompaniya maqomiga olib chiqqan. Va bilishim bo'yicha bu kompaniyadan o'zi sotib ulushlarini chiqib ketgan va hozir mana shu bir nechta proyektlarni boshlagan. Undan bittasi mana shu hissa. Ya'ni ko'rib turibsizki, mana shu hissa o'zbek tomonidan, o'zimiz bilgan Sarvar aka tomonidan ishlab chiqarilgan. Ham ta'sischisi, ham asoschisi desak ham bo'ladi. Michael Bobkinsni ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari uchinchi shaxs bu yerda Javlon Otaqulov. Ya'ni Uplift va Finranks asoschisi, ya'ni ko'p holatlarda aytaman, halol aksiyalar bo'yicha men misol uchun juda ko'pchilik anaqa qiladi. Boshqa aytaylik, o'zini sohadoshlari to'g'risida ma'lumotlar bergisi kelmaydi. O'zini qaysidir ma'noda zo'r ko'rsatishga harakat qiladi. Men bemalol ayta olamanki, shu Javlon aka, Javlon Otaqulov mana shu Uplift loyihasi va Finranks'ning asoschisi, ham hissani ham ta'sischisi bo'lgan Javlon aka halol aksiyalar bo'yicha juda yaxshi mentor, juda yaxshi investor deb bilaman va inson sifatida ham, shaxs sifatida ham yaqindan taniganligim uchun juda hurmat qilaman. Shu soha ichida ham bir necha o'rinlarda bularni loyihalarini o'zini boshqalarga tavsiya qilganman va nima desam bo'ladi, reklama ham qilganman. Haqiqiy nima desam bo'ladi, bu sohada raqobatchi emas, ya'ni O'zbekiston ichida hamkasb o'laroq ko'raman. Hurmat qilaman va agarda kimda kim anaqa qilmagan bo'lsa, shu insonni ham kuzatishlikni, Javlon akani kuzatishlikni maslahat berib o'tib ketaman. Xo'p, endi hissa kompaniyasi qayerda ochilingan? Hissa kompaniyasi Turkiyada. Adashmasam, Sarvar aka o'sha Turkiyada bu kompaniyani ochgan. Undan tashqari bu Mauritsda o'sha siz brokerlik litsenziyasini olgan. Endi to'g'risini aytaman, agarda mana shu aytaylik Javlon aka yoki bo'lmasam Sarvar akalar bo'lmaganda bu anaqa brokerga ishonmasdim. Endi to'g'ri litsenziya olish qiyinligi tarafdan ham mana shu joylardan olgan bo'lishligi kerak. Ya'ni Amerikadan litsenziya olish qiyinligi, o'zi Mauritsdan ham olishlik qiyin, lekin nisbatan osonroq demoqchiman. Shu jihatdan ya'ni bu loyiha ham ishonchli. Qanday boshlashlik bo'yicha mana ma'lumotlar berilgan. Qaysidir joylar ingliz tilida qolib ketibdi. Xo'p, nega hissa deydigan bo'lsak, ya'ni to'g'ridan to'g'ri bozorga olib chiqadi. 100% shariatga mos bo'lgan aksiyalarni savdo qilish imkoniyatini beradi. Minglab halol aksiyalarni savdo qilishingiz mumkin. Real vaqt tahlili, avtomatik tozalash va zakot va undan tashqari faol, halol va etik investorlar hamjamiyati bu yerda bor. Va undan tashqari shariatga muvofiqligi
bo'yicha Usmani & Co kompaniyasi tomonidan bular audit qilinadi va Shayx doktor muftiy Muhammad Imron Ashraf Usmoniy, ya'ni bu inson adashmasam Muhammad Taqiy Usmoniyni adashmasam farzandlari bo'ladi. Mana shu inson, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, Mezon bank shariat kuzatuv kengashi raisi va yana bir nechta aytaylik vazifalarda faoliyat yuritadi. IOFI ijro qo'mitasi a'zosi, undan tashqari fiqh o'qituvchisi, ya'ni Jamia Darul Ulum Karachida 30 yildan ortiq fiqhda dars bergan, islom moliyasi bo'yicha PhD doktorlik nomzodini yo'qlagan shu inson bu kompaniyani o'sha tekshirib boradigan inson hisoblanadi. Va bu yerda mana ko'p so'raladigan savollar bo'limida hissa bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Hissadan kimlar foydalanishi mumkin? To'lov va narxlar, ya'ni qanaqa hissa komissiya oladi? Hissa kompaniyasi ilovasi sizdan 0.5% komissiya oladi har bitta savdolaringizdan. Mana shu narsani ayta olamiz. Xo'p, aytib o'tganimdek hissadan ham foydalanishingiz mumkin. Eng kami adashmasam $500 depozit bilan boshlashingiz mumkin. Musaffada bu $1, Interactive Brokers'da ham $1. Undan tashqari O'zbekistonda hozir eng ko'p foydalanilayotgani bu Amana Broker hisoblanadi. Undan tashqari O'zbekistonda yana aktiv foydalanilayotgani bu Amana Broker hisoblanadi. Amana Broker ham qaysidir ma'noda endi Malayziya, Dubayda ochilgani bilan, lekin musulmonlar uchun fokus qaratilinmagan, lekin aksiyalarda ishlashga imkoniyatini beradi. O'zbeklar juda ko'pchilik foydalanyapti. Lekin men 100% to'g'risini aytaman, ishona olmayman. Bu haqiqatan sizga aksiyalarga savdo qilishning imkoniyatini beradi degan. Balki CFD bo'lishiga ehtimoli ham bor. Bu kompaniya qayerda ochilgan deydigan bo'lsak, pastda ko'rishimiz mumkin. Bu aynan mana shu brokerlik operatsiyalarini olib boradigan kompaniyasi. Bularda Malayziya, Labuan Malayziyada joylashgan. Yana boshqa kompaniyalar esa boshqa aytaylik amaliyotlarda amalga oshirishadi. Xo'p, kartalar bilan bo'ladigan, ya'ni kartada bu yerda depozit, investitsiya kiritishingiz mumkin. Mana shular Amana Capital Ltd kompaniyasi tomonidan amalga oshiriladi. Va yana boshqa kompaniyalar bor. Mana Kiprda ro'yxatdan o'tgan, Labuan bu demak Malayziyada, xo'p, Dubayda ro'yxatdan o'tishgan bular va Lebanonda ro'yxatdan o'tishgan. Bemalol ko'rishligimiz ham mumkin. Xo'p, undan tashqari nima uchun buni o'zbeklar ishlatyapti deydigan bo'lsak, Musaffada, Interactive Brokers'da, hissada hammasi, mana shu uchalasi bank orqali depozit qilinadi. Amana bo'lsa kartadan depozit qilinadi. Kartadan depozit qilsa bo'ladi, Visa, Mastercard orqali pul kiritsangiz bo'ladi. Mana shu tarafdan o'zbeklar ishlatyapti. Lekin nimani maslahat beraman? Agar pulingiz aytaylik 10 mingdan baland bo'lsa, bu brokerda u narsani bajarmaganingiz yaxshi. Boshqa brokerdan ro'yxatdan o'tganingiz yaxshi. Sababi pullaringizni o'sha himoyalanganligiga to'g'risi men javob bera olmayman va to'liq ishonmayman desam ham bo'ladi. Shu sababdan lekin ishlatishyapti. Hozirgacha mana 5 ming, 10 ming tikib ishlatayotganlar bor, undan yuqorilari ham bor. Lekin baribir bu Amerikada ro'yxatdan o'tmagan, ishonchliligi tarafdan moliyaviy dunyoda ancha pastroq. Shu jihatdan, ya'ni ishonchliligi pastroq. Ya'ni ishonmanglar, yolg'on bu yoki boshqa narsa emas, ishonchliligi ancha pastroq kompaniya hisoblanadi. Hissani aytib o'tdim, kimlarligi, qayerdan ro'yxatdan o'tganligi, bu eng kamida $500 dan investitsiya qilasiz, 0.5% komissiya. Xo'p, Musaffada komissiya yo'q, $1 dan investitsiya qilsangiz bo'ladi. Interactive Brokers'da komissiya juda past, lekin eng himoyalangani, eng ishonchlisi mana shu Interactive Brokers hisoblanadi. Endi undan tashqari Akine platformani ham aytib o'taman. Bu bizning platforma. 2026-yilda biz ham bu platformani ichida xudo xolasa shu investitsiya va trade qilish imkoniyatini ochmoqchimiz. Foydalanuvchilarimiz albatta ko'payadigan bo'lsa va agarda bu video montajimiz chiqqan paytda biz ilovalarimiz chiqqan bo'lsa, shu yerga rasmini qo'yamiz. Play Marketda ham foydalanishingiz mumkin, App Store'da ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi, ilovani yuklab olgan holatda. Undan tashqari bu yerda aksiyalarni bemalol kuzatib borishingiz mumkin.
Stock Analysis bo'limida halol bo'lgan aksiyalarda tayyor g'oyalarini biz berib boramiz. Ro'yxatdan o'tib bemalol kuzatib boring. Undan tashqari, top halal stokda halol bo'lgan aksiyalarda toplarini sortirovka qilib, filtrlar bemalol ishlatish uchun qo'yganmiz. Portfoliolaringizni kuzatib borsangiz bo'ladi. Hozir broker bizda hali qo'shilmagan bo'lsa ham, lekin brokeringizni ochganingizdan keyin bemalol bizni platformaga ulab ishlatsangiz bo'ladi. Brokeringizdagi portfolioyingizni bizda ko'rib borsangiz bo'ladi. Aksiyalaringizni, ro'yxatlaringizni hammasini ko'rib boraverasiz. Stock Analysisda ham mana aytib o'tganimdek tayyor g'oyalarni ko'rib borishingiz mumkin. Qaysi aksiyaga investitsiya kiritsa bo'ladi. Shular sun'iy intellektni ham qo'shganmiz platformada. Analiz qilishligingiz uchun juda zo'r. Portfolioyingizni backtesting qilishlik imkoniyati bor. U portfolioyingiz qanchalik foiz keltirishi mumkin daromad, mana shularni bemalol tayyor kalkulyatsiyada tekinga ko'rib olishingiz mumkin, hisoblab olishingiz mumkin. Investitsiya kalkulyatori ham bor. Buni ham bemalol yuritishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu hammasi Akindada bemalol kirib ro'yxatdan o'ting. Ilovalar bo'lsa, chiqqan bo'lsa yuklab olishligingiz mumkin bo'ladi inshaalloh. Endi xulosa o'rnida aytadigan bo'lsam, xulosa nima deydigan bo'lsak, eng ishonchli bo'lgan dunyodagi top brokerda pullaringiz o'sha 500 minggacha strafovka qilinganida maza qilib foydalanaman desangiz, bu Interactive Brokers. 5 yildan beri foydalanib kelamiz, hech qanday muammo bo'lmagan. Xizmat ko'rsatish sifati juda a'lo darajada. $1000 portfelingiz bo'ladimi, $10,000 bir xil sizga muomalada bo'lishadi. Ya'ni yaxshi. Agarda siz o'sha halol aksiyalar bilan tahlillar, mana shu narsalarni qilishlik imkoniyati bo'lsin desangiz, Akinda platformamizda ro'yxatdan o'ting. Hozirgi holatda mutlaqo tekin. Mana shu aytaylik, newslarni ham, ya'ni yangiliklarni ham sun'iy intellekt asosida bu yaxshimi, yomonmi hammasini chiqarib beramiz. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol bizda ham muloqot qilishning imkoniyati bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Endi faqatgina Visa va Mastercarddan pul kiritib ishlayman desangiz, Amana brokeri, lekin maslahat berardim, bankka erinmasdan boring, chunki bu siz o'zingiz pullaringizni ishonib investitsiya qilyapsiz, kirityapsiz. O'sha narsa kelajakda ham foydangiz bilan yechib olishligini albatta xohlaysiz. Shu jihatdan maslahat berardim. Interactive Brokers eng to'pi deb ayta olaman. Musaffa ham yaxshi, hissa ham yaxshi albatta. Agar Interactive Brokers boshqasini tanlayman desangiz, mana shu aynan aytaylik halol aksiyalarga o'zbeklar tomonidan ishlab chiqarilgan musaffa yoki hissadan ro'yxatdan o'tib foydalanishingiz mumkin. Agarda aksiyalarni tahlil qilishlik, qaysi aksiya yaxshi, qanaqa bo'ladi, mana shu brokerdan ro'yxatdan o'tib endi tahlil qilishni xohlasangiz, Akindada albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying, albatta sizga foyda beradi. Inshaalloh 2026-yilda biz ham brokerni ichiga qo'shamiz, bemalol ro'yxatdan o'tib, xudo xolisa bizni ham platformani ichida savdo qilishlik imkoniyatingiz bo'ladi. Mana shu bizni xulosalarimiz edi. Inshaalloh foydali bo'ladi va shu yerda videosini chiqarib qo'yamiz. Interactive Brokersdan ro'yxatdan o'tishlik bo'yicha pastda havolasini berib o'taman. Albatta aytaylik, kirib ko'rib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, yoqtirmani bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Izohlarda o'zingiz fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldirsangiz, albatta javob berishga harakat qilaman va inshaalloh 2026-yilda bo'ladigan savdolar, g'oyalarni kanalimda ulashib boraman. Aktiv, xudo xolisa, kirib turishing uchun. Bu videomiz tugadi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.